o'yin qiladi, angar tomonda yuryapti. Hozir biladi infosi bor, Lapar bobo botdan o'tiribdi, ko'tga o'xshab, bilmayman nima qilyapti. Soliyev proxy hozir bu yoqdan umuman orujasi yo'q, pichoqni o'zicha bitdi. Nimadirlar qilmoqchi. Voy bu yoqdan yomon ish keldi. Safaralli degan urib ketdi. Telefon portladi, bootcampda voy battar bo'ling. Hop Blizzard. Hozir ko'ramiz Blizzard botdan Dima Bilanga pik qilib Blizzardda botdan Safaralli degan urib ketdi. Safar Ali ekan, jigarli uzr. Chiqing iltimos, rapperimiz Eminem bilan birga bir aytishasizmi? Eminem mendan vashi sekin aytadi, chunki men vashi tezman quyon tezligidaman, juda ham tez gapiraman. Bu yoqdan Faizga umuman yusiy olishmaydi. Bu yoqdan hozir Adiz taplar bilan 3 ta kalla berib qo'ydi. O'ldirib yuborish kerak Nurikka. Chunki 3 ta kill qilyapti. Nurik chiqishdan bo'lishi mumkin emas. Adizboyga hozir 4-fragini yozib qo'ydi. Factor Insta Nurik bo'zcha emotsa qilyapti Adizboy. Adizboy chalib qilib ketdi. Nurik botdan Nurikka chekib qo'ydi. Fighter botdan. Nurikka Fighter odam qopdi, 3 tasi bilmayman, g'ollarda yuribdi, bir kishi qidirib, men bilan qaranglar, vashi bilmayman, noshak yuribdim, kayf yuribdim, bilmayman. Bu yoq. O'zim bilmayman, g'ollarda yuribdi. Nurik hozir bu yerda kim bilan otishadi? Zo'r bilan otishadigan ko'ramiz hozir. Fighter bilan hozir fight qildi. Gap bo'lishi mumkin, MC Zo'r hozir Nurik urib yubordi. Voy, Fighter hozir MC Zo'r shuna kirib turib, shuna savalab yubordi. Onasini emtashasin. Menimcha, o'zingizlarni esa 7 ta bot o'ldirsa ham foydasi yo'q, chunki 7 ta bot chiqmaydi. Fighter win uje bolalar. Fayeshga bilmagan botda mototsiklda bir nimalar qilib yuribdi, o'tirib olganini qaranglar, bir uyalmaydi, g'ollarga tushib olgan. Mana uje bilmagan bootcampdan keldimi Safari? Safari imkoniyat bor ekan hali. Yo Safari shu yerdamidi? Yo shu yerda emasmidi? Safari bootcampga tushmadimi jigarlar? Ko'ramiz hozir. Bu yoqda hozir ikkinchi lobbiyimizdan tomosha qilamiz. Bu yerda hozir 9 ta kill Kamoliddinni yana 6 kill qilsa 325 imizdan qo'lga kiritadi. Yana bu yerda Denimida. O'y, hozir bu yerda Safaraliga bilan 2 kilim uchun qiyin. Aytolmayman. Safaraliga hozir Molik keldi va Molikdan qochib qoldi. Orqasida hozir odami bor. Bu eshitmayapti. Kenikiga hozir chalg'iyapti. Keniki botdan hozir xato qilib qo'yishi mumkin. Tepasidan sakrab kelsa hozir urib qo'yishi mumkin. Bu yoqdan Usmonov yetib keldi. Usmonov kalamushlarcha Paradise'dan keldi. Usmonov hozir o'ylayaptiki, men hozir 7 kill qilaman, o'zim to'p bir olaman, hozir yusab ketaman deb o'yladi, lekin Usmonov botdan hozir zinadan chiqdi, zinada poylab o'tiribdi. 100% poyladi. Yo'q, zinada poylamayotgan ekan, botda fight qilyapti. Xo'p, botda Safaralini eshitdimi? Safarali. Voy, Usmonov hozir 360 gradusda aylandi. Voy, Fighter hozir Safaralini yopib bordi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima qilib o'tsan Safarali bilad. Shuncha sanga nadeysa qildim, jigar Fighter seni urib qo'ydi. Hozir Fighter botdan Usmonov urib o'tishi mumkin. Usmonov kanikini gap bo'lishi mumkin. Fighter bilan 10 kill qilib bordi. Onasini emtashasin, Keniki bilan hozir Fighter qoldi birga bir. Ko'ramiz hozir Keniki yoki Fighter olib ketadimi? Qani ko'ramiz, kim pikda zo'r, kim pikda Kaniki, umuman pik qilsa kelmayapti, Pasho o'zingga deyapti. Fighter men pik qilaman, uraverman deyapti. Fighter hozir botdan urdi, gap bo'lishi mumkin. Kaniki urdi, lekin foydasi yo'q jigarlar, chunki Fighter o'sha 10 kill qilib, fragin 10